Mavzularni mustahkamlash uchun masala ishlab ko'ramiz. Demak, mol yetkazib beruvchilardan materiallar olindi. 700 ming so'm QQSsiz qiymat. Materiallar ko'paysa, un xomashyo materiallarning shoti aktiv shot bo'lganligi uchun debet tomonda aks ettiramiz. Va mol yetkazib beruvchilarga qarz ko'payganligi uchun 60 kreditlanadi. QQS 700 mingning 12% 84 ming so'm byudjetga oldindan to'langanligi uchun 44 debitlandi va mol yetkazib beruvchilarga qarz kreditlandi. Mol yetkazib beruvchilarga to'landi. Biz materiallar summasiga qo'shilgan qiymat solig'i summasini ham qo'shib to'laymiz va qarzimiz kamaydi, pulimiz ham kamaydi. Materiallar sarflandi. Material sarflanganda material kamayadi. Ishlab chiqarishga 20 yordamchi sex uskunasini ta'mirlashga. Endi biz materiallar deganda materiallarni tasnifladik o'tgan darsda ham. Yordamchi sex uskunasini ta'mirlashga biz endi to'g'ridan to'g'ri xomashyo material emas, ehtiyot qismlar sarflaymiz. Shuning uchun ehtiyot qism 10-40 bo'ladi va yordamchi sex 20 Ma'muriy binoni ta'mirlashga bunda ma'muriy xarajatlar ortdi, tranzit xarajatlari debitlanadi va bino ta'mirlashga biz qurilish materiallari ishlatdik deymiz. Jami 800 ming so'm ekan. Omborga mol yetkazib beruvchilardan inventar va xo'jalik jihozlari kelib tushdi. QQSsiz qiymat 80 ming so'm ekan. Demak, inventar va xo'jalik jihozlari shoti 10-80 ko'paydi, qarzimiz ham ko'paydi. QQS buning 12% 9600 so'm. Xarid qilinganda 44 debitlandi va mol yetkazib beruvchilarga bo'lgan qarz ortdi 60 Jami 89600 so'm. Inventar uchun pul to'ladik, demak 89600 so'm to'ladik mol yetkazib beruvchilarga. Inventar va xo'jalik jihozlari foydalanishga berildi. 40 ming so'mlik ishlab chiqarishga, ma'muriy ehtiyojlar uchun 30 ming so'm. Bunda inventarlarimiz kamaydi, shuning uchun 10-80 kreditlaymiz. Balansdan tashqari shotda foydalanishga berilgan inventar va xo'jalik jihozlarini aks ettirish. Demak, biz foydalanishga jami 70 ming so'mlik inventarlar berdik. Balansdan tashqari shotda aks ettirish uchun 0.14 shotini debitlaymiz. Inventarizatsiya davrida omborda aniqlandi ehtiyot qismlar ortiqligi. Ehtiyot qismlar aktivlar, materiallar 10-40 ehtiyot qism. Inventarizatsiyada ortiqcha chiqqanda biz daromad shotiga provodga berardik. Yonilg'ining kamomati 59 kamomat ortdi va yoqilg'i kamaydi. Yonilg'ining me'yordagi tabiiy kamayishi hisobdan chiqarildi. Demak, 8 ming so'm me'yoriy kamayish ekan, kamomatning 8 ming so'mi aniqlandi. Bu boshqa operatsion xarajatlar shotiga boradi. Moddiy javobgar shaxs aybi bilan kamomat hisobdan chiqarildi. Demak, 89 ming so'm xodimning bo'yniga qo'yildi va bozor qiymati 100 ming so'm deyilyapti. Oradagi farq ham xodimga yuklatildi. Bu aktivlarning chiqib ketishdan daromad bo'ladi. Omborchi kassaga kamomat pulini to'ladi. Demak, kassada pul mablag'lari ko'paydi va xodimlarning qarzi kamaydi. Keraksiz materiallar sotildi. 48700 so'm haqiqiy qiymati ekan. Demak, material kamaydi bizda va aktivlarning chiqib ketishi 9220 shotiga boradi. QQSsiz qiymati 60 ming so'm ekan. Biz buni kimga sotamiz? Xaridorlarga. Nimani sotamiz? Chiqib ketayotgan aktivlarni. QQS 7200 so'm. Buni ham xaridorlar to'laydi va 64 kreditlandi. Moliyaviy natija. Shunda biz qancha daromad ko'rdik yoki zarar ko'rdik? Demak, bundan ko'rinib turibdiki, 9220 shotining kredit tomoni 11300 so'mga katta ekan. Agar 9220 shotida kredit tomon debit tomondan katta bo'lsa, 9220 shoti debitlanadi hamda 9320 shoti kreditlanadi. Xaridorlardan pul kelib tushdi. Xaridorlar qancha to'laydi? Materialning pulini hamda QQS pulini to'laydi. Pul mablag'lari ko'paydi, xaridorlarning qarzi kamaydi. Inventarlar sotildi. Haqiqiy qiymati 15 ming so'm. Demak, inventar kamaydi va aktivlarning chiqib ketishi shotiga olib boramiz dedik. QQSsiz qiymati 10 ming so'm xaridor to'laydi. Buning QQS esa 1200 so'm. Buni ham xaridor to'laydi. Moliyaviy natija. Bu yerda 9220 shotida debit tomon, kredit tomondan 5 ming so'mga kattaligi ko'rinib turibdi. Shunday holatda
94.30 debetlanadi, 92.20 kreditlanadi. Asosiy vositalar chiqib ketishidan yaroqli ehtiyot qismlar olindi. Ya'ni asosiy vositalar buzilyapti yoki metallarga topshirilyapti, ehtiyot qism olib qolindi yaroqlisi. Demak, bunda ehtiyot qism ko'paydi va asosiy vositaning chiqib ketishi shoti. Tovar moddiy zaxiralar xarid qilish uchun hisobdor shaxsga berildi 40 ming so'm. Demak, kassadan pul berdik, kassada pul kamaydi. 42.30 hisobdor shaxsga berdik. Hisobdor shaxsdan omborga materiallar olindi. Demak, materiallar ko'paydi va hisobdor shaxsdan keldi. Foydalanishga yaroqsiz inventar va xo'jalik jihozlari hisobdan chiqarildi. Endi bu nima degani? Biz foydalanishga yuqorida 70 ming so'mlik inventarlar bergan edik. Shu 70 ming so'mlik inventarning 55 ming so'mligi foydalanishga yaroqsiz holatga kelib qoldi. Buni akt qilib spisat qilinadi. Bunda 0.14 shoti kreditlab qo'yiladi. Shu bilan darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.